Slayd tayyorlash oson deydiganlar uchun video. ChatGPT bilan Google'dan tayyorlab olamiz o'zimiz deyishibdi. Man sizlarga oson yo'lini ko'rsatmoqchiman. Telegramda slayd pod deb yozib, shunaqa start berib, o'zinglar xohlagan mavzu, xohlagan necha varog'larni tanlab turib, 5 xil tilda shunaqa slayd yaratishingiz mumkin. Sizlarga endi kompyuter ham Word ham kerak bo'lmaydi. Yoki kreativniy narsalar kerak bo'lmaydi. Qattandir tanlab, o'tdan olib o'tirmaysizlar. Shunaqa qulaylikka odamlarga aytganimda, ular menga ChatGPTdan olaman, nima keragi bor menga deyishganda, hozir o'sha odamlar foydalanishyapti mana botdan. Chunki ChatGPT faqat tekst beradi. Google sizlarga to'g'ri mavzu beradimi, yo'qmi bilmaymiz. Bu bot esa birinchi sizlarga matnini tashab, keyin slayd beradigan botingiz ham bormi deb so'rashganda, u ham bor.